uy olishim kerak desangiz, siz rosa hisob-kitob qilasiz. Falon ishga kirsam, faloncha oylik bo'lsa, bunchasi oshib qolsa, bunchasini to'lasam, mana buncha yilda, mana buncha narxdagi yoki qiymatdagi uyni o'z egaligimga olgan bo'larkanman deb 5 yil, 6 yil, 10 yilga reja qilasiz, to'g'rimi? Mana bu vaqtinchalik dunyoni ishlarida, moddiy ishlarda shunaqa reja qilgan odam agar qul qilsa, ma'naviyati uchun, iymoni uchun ham shunaqa reja qila oladi. Shuni bir o'ylab ko'rish kerak. Siz xuddi mana ko'chada ba'zi bir kishilar qora ish bilan yuradi, bilasizmi? Ertasini o'ylamaydi. Bir oy o'tsa bo'ldi, bir oy tugasa, undan keyingi oyni yashab olsam bo'ldi, qilib yuraveradi. Ularni siz ko'rib aytasizki, bular deysiz, uncha aql farosati yo'q. Aqlli odam emas, bilimli emas, ko'ring mana. Kunim o'tsin yashayapti. Shunaqa ham yashaydimi? Ha bir topganingni jamg'arib yurmaysanmi, mashina olmaysanmi deb aqllilik qilamiz, to'g'rimi? Moddiy ishda shunaqa ma'lumot qilamiz. Lekin ko'pchiligimizda ma'naviyat xuddi shunaqa. Moddiyatimizni boyitganmiz, rejalik qilamiz. Ma'naviyatimiz xuddi o'sha haligi bo'lmish hayotiga o'xshab qoladi. Ertasi bilan ishi yo'q, kelajagi bilan ishi yo'q, kelajak avlod bilan ishi yo'q. Ma'naviyatni fahmlagan odam mana shunaqa faqat moddiyatga o'ralashgan kishini moddiy jihatdan taraqqiy etgan kishilar haligindek betartib hayot kechirayotgan odamni qanday yaroqsiz bir holda ko'rsa, ma'naviyat ko'z bilan qaragan odam xuddi shunaqa qaraydi bizga. Yo'q ekanda, 10 yil, 15 yildan keyin bolalarni umri o'tib bo'ladi, masalan. Siz hayotingizda ancha qismi ketib bo'ladi yana. Demak, strategiya qilishimiz kerak. Birinchi bo'lib yurtga qaytadigan odamlar nima qilish kerak? Har qanaqa odam, har birimiz avvalo aniqlab olishimiz kerak. Bizni farzandlarimiz o'zbek bo'lib qolish kerakmi, yo'qmi? Musulmon bo'lib davom etish kerakmi, yo'qmi? Agar ha deyilsa, demak, ma'lum rejani chizish kerak. Aniqlashtirish kerak. Birinchi bo'lib til. Din bilan til o'zlik deyapmiz, din umumiy baribir. Chunki musulmon, masalan, arab ham, ajam ham bor. Ingliz musulmon bor, rus musulmon bor, o'zbek musulmon bor, arab musulmon bor, hind musulmon bor. Musulmonlar endi nimasi ko'p, millati ko'p. Bu alohida masala, dinni asrash. Endi mana shu arab, ingliz, rus, o'zbek, tojiklar orasidan siz o'zingizni, millatingizni saqlamoqchisiz, o'zbekligingizni. Bu ikkinchi masala. Agar ikkalasini ham saqlamoqchi bo'lsa, ikkalasi uchun alohida reja qilish kerak. Bittasiga beparvo bo'lsangiz, ikkinchisiga reja tuzishingiz, reja qilish kerak baribir. Va g'olibo din tilni ham saqlaydi. Men qayerga borsam, men ertalab shuni mulohaza qilib gaplashdik. Qayerga borsak, Yaponiyaga boramizmi, Yevropaga boramizmi, boshqa joyga. O'zbekligini, qadriyatlarini asrashga urinayotganlar hammasi dindor qatlar. To'g'rimi? Diniga beparvo bo'lganlar millatiga ham beparvo. Endi biz aniq qilib olishimiz kerak. Bizga mana shu ikkala o'zlikni asrash agar kerak bo'lsa, nimalar qilishimiz lozim bo'ladi. Hamma narsa aytganimdek ilm bilan. Faqat bilim bilan ushlab turiladi. Endi muhit siz boshqargan joyda oson nisbatan. O'shunda ham baribir ma'lum harakat kerak, izlanish kerak. Ammo muhit sizga ancha yordam beradi. Xuddi suvda suzib ketyapsiz, suvsiz oqizib ketyapsiz. Suzib ketishingiz oson. Ammo oqinga qarshi suzish qiyin. Mana shu jihatdan avvalo til haqida gaplashsak. Til insoniyatga Alloh bergan ne'mat va insoniyatning xalqlari, elatlari bor-ku, ularni bir-biridan ajratadigan asosiy omil til.
Mana bu qiyofa o'zgarib ketaveradi. Siz yana bir 10-15 yil yashasangiz shu yerda. Sizdan keyingi avlodlar o'z-o'zidan mana shu joyli oq tanlilarga tortib o'zgarib ketaveradi. Asosiy til sizni demak o'zligingiz hisoblanadi. Farzandlarim, avlodlarim ham o'zbek bo'lib qolish kerak deyilsa agar, unda o'zbek tilini o'rgatishni yo'lga qo'yish kerak. Oshxona tili bormi, oddiy muloqot tili. U til emas. U keyin yashamaydi uzoq. Mana hozir o'zingizlar aytyapsizlar. Bolalarimiz maktabda boshqa tilda, ingliz tilida o'qib kelgani uchun biz ba'zi bir gaplarni o'zbekcha gapirsak tushunmayapti. Nima uchun desa, u dunyoning ashyolarini, hodisalarini ingliz tilida taniyapti. Masalan bir kuni bir jiyanimizga turtuti desam, nima degani turtuti deyapti-da. U Misrda yurgan, turtmoq degan gapni eshitmagan. O'shani arabchasini biladi lekin. Turtki desa masalan dafa'a deydi. Turtki berdi desa dafa'a deydi. Hamala deydi. Lekin turtki berdi degan so'z xuddi o'sha hodisani o'zbekcha nomini bilmaydi. Yoki ashyolar. Masalan ulbatun deydi, idish deydi. Idish degan gapni eshitmagan yoki iste'moldan esdan chiqargan. Xuddi shuni singari bu yerda matematika, jo'g'rofiya, hamma fanlarni ingliz tilida o'qisa bo'ladi. Bo'ldi, hodisa, voqea, narsalarni inglizcha nomini biladi, o'zbekcha nomini bilmaydi. Endi u ichidagi ma'noni, anglagan ma'noni, aytmoqchi bo'lgan ma'noni ifoda qilayotgan paytda qo'lida yagona qurol bor, inglizcha. Shu orqali sizga fikrini ifoda qiladi. Bo'ldi, o'z-o'zidan boshqa til unga begonalashib boradi. Hatto ona tili bo'lsa. Buni yechimini qanday bo'lib qilamiz desa, buni yechimi birinchisi o'sha fanlar bormi? Ingliz tili, matematika va hokazolar haqida umumiy tushuncha beradigan darajada o'shalarni atamalarini o'rgatadigan darajada birorta qo'llanmani o'zbek tilida o'qish kerak. Ikkinchisi, har kuni matbuot bilan bog'lanib turish kerak. O'zbekcha matbuotni o'qib turish kerak, eshitib turish kerak. Saudiyada 100 yil oldin borganlar tilini saqlayotganlar bor. Bugun avlod navara ular, lekin tilini saqlaydi. 100 yil bo'lgan tilini saqlaydi. Nimaga desa, aytganimizdek din o'zlikni saqlashga targ'ib qiladi. Shuning uchun ham bu ham bir turtki. Ikkinchisi, o'sha tilni saqlayotganlar o'zbek matbuotini kuzatib turadi. O'qib turadi, eshitib turadi. Demak, 100 yildan keyin ham siz nevaralaringiz o'zbekcha gapirishi mumkin. Uning uchun matbuotga bog'lanib turish kerak bo'ladi. Matbuot bilan bog'lanish oilaviy sharoitda, ammo fanlarni keyin o'zbek tilini adabiy darajadagi ta'limini uni mutaxassisga topshirasiz. Masalan, mana shu joyda masjidda bir yo'li o'zbek tilidan ham bir darslarni qilsa bo'ladi. Haftada bir kun masalan, qiziqarli bo'ladi, boshqa bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Va farzandlaringiz o'zbek tilini yo'qotmay turadi. Agar qaytsangiz ayni muddao bo'ladi. Masalan, 10 yil bu yerda farzandlaringiz yurib O'zbekistonga qaytsa, muhitga oson kirishib ketadi. Qiynalmaydi. Nihoyatda xursand bo'ladi o'zi ham. Agar qaytmasdan qolib ketgan taqdirda ham ajdodlar tilini saqlagan bo'ladi. Endi bu til mavzusi. Endi har bitta mavzuga uzun izoh aytsak bo'ladi, menimcha hozir tushunarli bo'ldi. Qisqaroq gapiramiz vaqt e'tiborida. Til nihoyatda muhim va millatni ifoda qiluvchi asosiy omil til. Tilni yo'qotgan odam millatini yo'qotadi. Ya'ni u umum inson farzandi, lekin ma'lum bir millatga mansub bo'lmaydi. Kecha kuni Chikagoda bir madrasaga bordik, Darussalomga borsak, mudir muftiy Azimuddin degan yigit ekan, kutib oldi. Nihoyatda go'zal axloqli, juda oliyjanob yigit ekan. Endi biz arab tilida gaplashdik, inglizchasi, arabchasi, urduchasi zo'r.
ingliz tilida, arab tilida hamma bino madrasa bilan tanishtirgandan keyin eshikdaga chiqqanimizda aytadiki, bizni bobolar deydi, asli O'zbekistondan borgan, Buxorodan borgan. Nechinchi bobo desam, 12-mi, 13-chi bobomiz deydi. Lekin ko'rinishi ham, tili ham yo'g'i hid bo'lib ketgan. Ama inson yani siz O'zbekistonlik demaysiz. Biz O'zbekistonda hozir juda ko'p arab forslar bor. Asli arab fors. Lekin siz uni o'zbek deysiz. Nimaga desa, u na arab tilini biladi, na fors tilini biladi. O'zbekcha gapiradi. Ya'ni til mana shunday, ya'ni millatni ifoda qiluvchi, ushlab turuvchi asosiy omil til. Tilni qo'ldan kelgancha saqlash, iloji bo'lsa, masalan, Buxoroda bir qishloq bor, 100 va 1000 yil bo'lgan ular kelganiga. Lekin 1000 yildan beri arab tilini yo'qotmagan. Arab tilisi bor. Nimaga desa, shu ushaydi shuni. Qanaqadir bir o'zlarining prinsiplari bor, qoidalari bor, talablari bor, ushaydi. Mumkin shunaqa bo'lishi. Keyinchalik masalan aytaylik, bir jamoa paydo bo'ladi o'zbeklar. Sizlarning avlodlaringlar 2 ta, 3 ta avloddan keyin masalan 100 minglab odam bo'lib ketishi mumkin-ku. Bo'lsa, ular keyin o'zini saqlash oson, ko'paygandan keyin. Ammo ozchilik paytida tilni yo'qotish juda tez bo'ladi va ya'ni keskin bo'ladi. Agar tilni saqlayman degan niyat bo'lsa, qaytib boradigan odamga ham, shu yerda turadigan odamga ham farzandlariga o'zbek tili bo'yicha darsliklarni joriy qilish tavsiya qilamiz. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, endi mana tilni saqlashda hech bo'lmasa, mana qiynalsangiz ham o'zingiz majburlab uyda o'zbekcha gaplashishingiz kerak. O'g'lingiz tushunmaysa, ularga o'zbekcha multfilm qo'yib bering masalan. Va hokazo tilni saqlashga mana shu omillarni ishga solib harakat qilishimiz lozim. Bizda masalan ba'zi bir oilalar bor, o'zi O'zbekistonda yashaydi, farzandlarim yaxshi tilni o'zlashtirsin deb uyda ruscha gapiradi yoki inglizcha gapiradi. Ba'zilar arabcha gaplashadi misol. O'zi O'zbekistonda yashaydi. Va haqiqatan shuni foydasi bo'ladi. Endi siz o'zbekni bolasisiz, o'zbek tili ona tilimiz. Xonadonda o'zbekcha gaplashishga harakat qilish kerak. 2000-yil umraga borganimizda bir Hoji Abdulkarim degan kishi bor ekan. Otaxonga o'xshagan yosh keksa odam ekanlar. Bizni mehmon qildi u kishi. Bir mahal hali navaralar kirib, u narsa so'radi-da, qand so'radi, nimadir so'radi. So'rasa, arabcha so'rayapti endi navaralar. Boboni shartini ko'ring. Buxoriycha gapirsang keyin beraman. Keyin bobo qand bering dedi misol uchun o'zbekchada. Keyin hali qand berdi. Mana shunaqa qilib bo'lsa ham, o'g'ilmas, nevaralarda ham tilni saqlashga urinish bor. Shunga o'xshash oilaviy harakat va haligindek darslikni haftada 1 kun, 2 kun darslikni yo'lga qo'yib, 1 soat, 2 soat bolalarga qiyin emas, eplaydi. Tilni saqlash bu nihoyatda muhim, bu alohida bir ish demak. Endi til aytganimizdek bor bo'lib yo'q turadigan narsa. Nihoyatda muhim bo'lish bilan birga undan ham muhim din. Siz bilan biz musulmon xalq, musulmon avlodimiz, u muhaddislar avlodimiz, buyuk mufassirlar avlodimiz. Biz dinimizni asrashimiz kerak. Yer yuzida qayerda bo'lsak ham. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom g'ayridin yurtlarda ko'p yurishni qaytarganlar. İlla diningizga omonlik bo'lsa mayli deganlar. Shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom safarga chiqayotgan odamni kuzatganlar. Allohim buni jonini va iymonini senga topshirdim dedilar. Qarang, jon bilan iymon birga turadi. Iymoni, joni muhim, saqlanish kerak. Ana shu ma'noda sizlar mana shu joyda yashayotgan kishilarimiz buni chorasini ko'rishimiz kerak. Husam Musa, Shayx Husam Musa degan yigit bor ekanlar. Nimada ko'rishdik? Cincinnati'da ko'rishdik. Bu masjid imom xatibi ekanlar. Endi hindlar ancha oldin kelgan, arablar ham ancha oldin kelgan, o'zbeklardan ko'ra o'zbeklar mana oxirgi yillarda ko'payyapti. O'sha odam aytadiki, shu deydi,
ming afsus deydi o'sha kelgan musulmonlar, bu yerga kelgan musulmonlarning avlodlari, ikkinchi, uchinchi avlodlarining 4tadan bittasi dindan chiqib ketib qolgan deydi. Musulmon emas hozir. Keyin men so'radim, sizlarga zo'r ma'lumot mana shu. Nihoyatda tushunarli va juda ham haligi nima deb so'radi, yorqin bizga yo'llanma bo'ladi. Nima sababdan ular farzandlari nima sababdan dinini saqlolmasdan g'ayridin bo'lib yoki dinsiz bo'lib qolyapti desam, qisqa qilib aytganda dedi, hayit namoziga faqat jumaga keladiganlarning bolalari dinsiz bo'lib ketyapti dedi. Har kuni 5 mahal namozga, 1 mahal namozga qatnab turgan, masjidga bog'lanib turgan, masjiddagi ilmiy suhbatlarga qatnashib turganlarning bolalari dinni saqlayapti. Ana siz o'zingizga mana shuni taxminan bir nima qilsangiz bo'ladi, namuna. Agar hozir faqat jumaga keladigan bo'lib yashasangiz, avlodlar mumkin undan ham uzoq bo'lib ketadi. Har kuni ora kunda jamoatga kelib, bolalarni olib kelib, birga kelib, keyin bu yerda ilmiy suhbatlar bo'ladi-ku, ingliz tilida bo'lar ekan. Ingliz tilida ilmiy suhbatlarga bog'lab, ustozlarga bog'lab, mana shunaqa chora ko'rilsa, inshaalloh o'shanda dinini ham saqlaydi. Endi buning uchun birinchi o'rinib bor mavjud imkoniyatdan foydalanish kerak. Hozir bu yerda masalan arab, hind olimlari dars beryapti, Qur'on o'qityaptimi? Shularda ta'lim olaversin. Lekin undan ham afzali, ayniqsa masalan mazhabni ham ushlash uchun, e'tiqodini yana ham musaffo saqlash uchun ikkinchi bir choraga harakat qilsanglar nihoyatda yaxshi bo'ladi. Yurtdan ustoz olib kelish. Iloji bo'lsa xotin ikkalasi ahli ilm bo'lsa zo'r. Ayollarga, qizlarga, erkakga, farzandlarimizga, o'zimizga, yigitlarga, o'g'il bolalarga dars beradi. Iymon shunaqa narsaki, u ham bir ishtovni talab qiladi. Fikr almashish va hokazo. Hatto sahobalar ijlis bina nu'min sa'a deb aytishar ekan bir-biriga. Keyin bir o'tirib iymonlashaylik, iymonimizni bir charxlaylik deb. Suhbat eng zo'r go'zal quvvat hisoblanadi. Sahobalar payg'ambarimiz alayhisolamning suhbatlaridan quvvat olgan. Ilmiy suhbat shunaqa bo'ladi. Iloji bo'lsa o'zimiz ham o'zbek masalan shu bir bu yerdagi darslarda qatnashib, yoki bir o'zbek ustoz kelsa, u bilan har kuni bitta fandan masalan fiqhdan bir kun tafsirdan, bir kun aytaylik qiroatdan qilib, tajviddan qilib darslarni joriy qilib olinsa, Allohning kuni ko'p. Asta-asta ilmga, demak, diniy nimaga ega bo'lib boramiz, saviyaga. Farzandlar mana yoshlar nima uchun islomga qiziqish kam, ilmga qiziqish kam desa, bu bilmagandan ko'pincha. Islom shunaqa buyukki, uni o'rganib, siz o'rgangan sari qoyil qolasiz. Uyda ham kitob o'qib turish kerak va bolalarga tushuntirib boringda, islom Allohning so'nggi dini. U faqat o'lgandan keyin kerak bo'ladigan din emas, u hayot. Musulmon kishi dunyo qarashini qanday bo'lishi kerak, e'tiqodi qanday bo'lishi kerak, bu bilim bilan uni mustahkamlab qo'yish kerak. Hozir yangi musulmon bo'lganlar bor-ku, bilim bilan, harakat bilan. Bular shunaqa e'tiqodli insonlar. Nimaga desa, ongli ravishda dinni tushungan. Farzandlarimizga aqida ilmini o'rgatishimiz kerak. Shubhalarga o'zida javob bo'lish kerak. Dunyo bo'yicha, bitta Amerikada emas, butun dunyo bo'yicha ilhod harakati bor. Doim bo'ladi, haq bilan botil o'rtasida kurash. Lekin oxirgi yillarda dunyo bir qishloqqa aylanib bo'lyapti-ku, madaniyatlar to'qnashuvi bor. Mana bu narsaga ba'zi bir kuchlar katta e'tibor qaratganda musulmonlarni
dinda shubhalantirishga alohida maxsus loyihalar bilan harakat qilishadi. Inson tabiatida shunaqa bir razil narsa bor. Fosiq odam boshqani ham fosiq bo'lishini xohlaydi. Ichkilikka berilgan odam boshqa odamni ham ichishini xohlaydi. Hatto mana endi VICH virusi bilan kasallanganlar bor, SPIDlar. Shular kasalni yuqtirishni xohlaydi. Sen kasalsan, qiynalyapsan o'zing. Bo'ldi, endi sendan boshqa yuqmasdan ketaver. Davolangancha davolan desangiz, shu boshqani ham shu kasalga chalishni baribir istaydi. Juda ko'p kasallik mana shu kasallikni juda ko'p o'rinda ataylab yuqtirilganini aniqlashgan. Qonini oladi bir joydan, o'rindiqqa surkab qo'yadi, bir joyga bilan partiyaga surkab qo'yadi, kimdir ushisa ketdi, o'tib ketadi agar sal ochiq joy bo'lsa. Mana shunaqa inson tabiatida razolatlar bor. O'zi fosiq, birovdan fosiq bo'lishni, kofir bo'lishni xohlaydi. Mana shunaqa yomon energiya deymiz biz. Qora energiya farzandlarimiz domiga tortmasligi uchun biz ularda sog'lom e'tiqod, immunitetni shakllantirib qo'yishimiz kerak. Bu ilm bilan bo'ladi. Dona-dona o'rganilgan ilm bilan. Bir kun, ikki kunda mana bitta suhbat bilan bo'lmaydi. Izchil ta'lim bilan bo'ladi. 3 ta soha: aqida, fiqh va tasavvuf, tazkiyatun nafs, qalb pokligi. Mana shu uchala yo'nalishda bittadan, ikkitadan kitobni yodlash kerak. O'qib yodlash kerak, o'qish va savollar bo'lsa aniqlashtirish kerak. Bu amaliy. Endi ruhiy quvvat nima desa, ruhiy quvvat. 5 mahal namozga qatnab turish, hech bo'lmasa bir mahal namozga masjidda, ikki mahal namozga masjidga kelish kerak. Bu bittasi. Ikkinchisi tonggi tungi zikrlarni qilib turish kerak. Uchinchisi har kuni yarim soat Qur'on tilovati bo'lishi kerak. Qur'on tilovatining quvvati boshqa joyda yo'q. Mana ma'ruzalar eshitasiz, boshqa bo'ladi, ularda ham yaxshi quvvat bor, turki bor. Qur'onning tilovatidagi ruhiy ozuqani boshqa hech bir zikr ham bera olmaydi. Masalan, hozir o'zingizlar savol beringlar. Kim bir oyda bir xatm qilib turibdi hozir? Bormi ichimizda bir oyda bir xatm qilayotganlar? Agar O'zbekistonda bu narsa masalan mustahab bo'lsa, bu yerdagilarga vojib shu. Bir oyda bir xatm qilmaslik degan Imom Termiziy makruh degan. Bizning ota-bobolarimiz borku, Buxoriy Termiziylar bor. Ular paytida jamiyat mana shu sizlar yashayotgan jamiyatga o'xshash musulmonlar ochlik bo'lgan. Musulmonlar jamiyati ochlik bo'lgan. Hatto 150 yil, 200 yilgacha musulmonlar jamiyatda 20-30% bo'lgan xolos. Ko'p joylarda. Keyin 50%, 60% bo'lgan. Misrning 50% musulmon bo'lishi 350 yilda bo'lgan. 350 yilda Misrning yarmi musulmon bo'lgan. Biz O'rta Osiyo 400 yilda to'liq musulmon bo'lgan. Demak, oldingi 100 yilliklarda musulmonlar ochlik bo'lgan. Lekin nimani hisobiga ular g'olib kelgan? Nimani hisobiga ular o'zligini, dinini asragan? Ilm bilan, taqvo bilan biz aytayotgan omillarni ta'limni ishga solish bilan. Mana shu narsalarni kechiktirmasdan reja qilib, bir kishida yaxshi fikr bo'lsa, yoniga kirib, pul bo'lsa puldan, dalda kerak bo'lsa dalda bo'lib, jamoat harakat qilsak, hammasini natijasi o'zimizga keladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo o'z barchamizga tavfiq bersin. Endi bu asosiy aytmoqchi bo'lgan gapim edi. Savollar bo'lsa, harakat qilamiz. Nima savol bor? Ozon paydimi? Ozon aytib qo'yadimi? Kim aytadi ozon? Bir taklif bor, endi Xufton o'qib, ovqatlanib kirib savol javob qilsak ham bo'ladi, agar shunaqa desanglar. Qorni ochgan bo'lsa-da endi. Yo'q, ozgina
savol javob qilsak bo'ladi desanglar, uni ham biz tayyormiz. Shu o'qiladi deyish bo'yicha tayyorgarlik qo'yib Tarif oladi. undan keyin savol javob qilamiz deyish bo'yicha. Kechib ketmadimcha. 7 minutdami? 7 minut. Azonga vaqt bormi hali? Yo'q, azonni hozir o'qishmoqchi ekanlar. Hozir o'qishmoqchi. Hop, takbir qachon bo'ladi? 7:15. 7:15. Hozir 7:08 bo'ldi. Bo'ldi, azon kim aytadi? Azonni hozir o'qiganlar bor. Bo'ldi, aytishsiz. Rahmat. Kattadan rahmat. Hozir ondan keyin ketib qolmanglar. Agar savolingiz bo'lsa, hammasini tayyorlab qo'ysanglar, bir so'rab o'shanga javob beradilar. Taom savol javobdan keyin bo'ladi, bir yo'la. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xalq mavlana. Alloh Endi o'zazan tez. O'z azon aytib berasizmi? Tamam mı? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة